Assalomu alaykum azizlarim va yaqinlarim. Sog' salomatmisizlar? Mana hozir qish, lekin qor juda ham ko'p yog'di yurtda va yo'llar ham bekilib qoldi. Allohga behisob shukr. Yo'llar ochildi. Baribir hayot davom etadi va men bugun havo juda ham yaxshi, paytdan foydalanib Costco do'koniga keldim. Ko'pincha mana hozir kommentlarni o'qisam, ko'pchilik yozibdi. Costcodan yana obzor qilib bera olasizmi yoki Costco'ni ko'rsata olasizmi deb so'raganlar juda ham ko'p. Vaqt topib keldim, lekin aytmoqchimanki, Costco'ni umuman bu do'konni bir kunda hamma bo'limini aylanib chiqish juda ham qiyin va men sizlarga bugun mana shu yerdagi ovqatlarga ishlatiladigan ziravorlarni ko'rsatmoqchiman. Qanday ziravorlar bu yerda bor va qanday ziravorlar ishlatiladi. Mana shu bo'limni kirib ko'ramiz. O'ylayman sizlarga yoqadi va tez mana hozir kunlar isib borsa bu do'kon haqida va bu yerda sotiladigan mahsulotlar haqida ko'proq ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Hozir esa ziravorlar bo'limini ko'ramiz, birgalikda tomosha qilamiz. Qani ketdik tomosha qilish. Mana avokado 599. Mana hozir olib ko'rsataman. Va 6 ta ekan bunda. Mana bolalarimiz sevgan mana shu Kindis. Va buni ichida 20 ta. Bu mana shu vaflimiz, bu ham narxi tushgan. Mana olib ko'rsataman. Mana shunaqa tayyor. 599. Mana quritilgan avokadoniki yog'ida qilingan. Bu ham bugungi kunda tushibdi. Bu mana shunaqa hozir yaqindan ko'rsataman. Mana shunaqa mevalar va bu qoq bo'ladi-ku, mana shuni qoq qilingan. Bu ham qoqi. Olmani mana olmani rasmi bor, olmadan qilingan. Mana shunaqa qoq quritilgan. Va buni foydasi juda ham kuchli. Narxini mana hozir ko'rsatmoqchiman sizlarga. Bu ham mana narxi tushgan ekan. Mana Godiva konfeti, shokoladi, Godiva shokoladi. Narxi $10 bo'lgan. Bu ham mana shunaqa juda ham chiroyli ekan, korobkalari. Shunaqa Godiva shokolad. Bu mana yaqinda bu yerda juda ham katta korobka ekan. Yaqinda Xitoylarni fevral oyida yangi yili keladi. Hozirdan tayyorgarchilik boshlangan. Costco'da har doim shunaqa odam ko'p. Uzoqdan ko'ramiz 1597. Mana shunaqa qutilarda. Mana shunaqa mevada yong'oq va juda ham chiroyli qilingan. Yangi yil uchun tayyor. Qarang, bu qora tuxum deb aytilyapti, lekin qani bittasini olib ko'ramizmi? Bittasini olib ko'raylik, nima ekan? Mana shunaqa. Bu ham yangi yil uchun. Bu morskaya kapusta deyiladi. Shu okean masa organik ekan. $10 mana bir pul. Bu juda ham foydali, lekin bundan bilasizlarmi, sushi qilsa ham bo'ladi. Tayyor bo'lingan kichkina bo'liklarga. Va sizlarga mana shu Manuka asalini ham ko'rsataman. Bu asal haqida men ozgina gapirgan edim. Bu Yaponiyada o'sadigan daraxtning gulidan olinadi. Juda ham foydali, balki bu haqida biror kuni video qilib ko'rsataman. Mana shu hozir asalni ko'rsataman sizlarga. Buni mana 5 lb degan, ya'ni 2 kilo 27 gram mana shunaqa katta asal va mana shu narxda. Sizlar bilan hozir asal bo'limiga kirdim. Mana $19.59 va $19 ekan va bu asal mana shunaqa 3 ta kichkina bo'limdan iborat asal. Mana hozir yaqinroq ko'rsataman mana. Ya'ni bu organik ekan. Mana shu asalimiz. Hozir asallar bo'limini aylanamiz. Mana bu ham asal.
ikkita. Bu ham organik deb qo'yibdi. Mana shunaqa ikkitasi. Costco juda ham katta. Biz bugun kelinglar sizlar bilan mana shu spets, ya'ni ziravorlar bo'ladi mana aylanamiz. Mana bu ziravor asosan stek uchun. Va buni narxi mana 879 tayyor. Ya'ni stek mahsuloti go'sht qilganingizni tayyor sepasiz. Mana bu esa mana qaraymiz hozir har xil o'tlar bilan qilingan ziravor. Bu ham bunimiz chicken, ya'ni tovuq mahsuloti uchun tovuq tayyorlaganimizda sepiladigan mana tayyor. Ichida hamma tuz, hamma narsalar bilan, chesnoklar bilan va narxi mana shu tepada. Va davom etamiz. Mana bunimiz qizil murch, ya'ni maydalangan. Narxi 789. Mana bunimiz esa tuz bilan sarimsoq aralashgan. Mana tayyor quritilgan sarimsoq aralashgan. Va buni narxi ham $8.89. Yana davom etamiz. Kelinglar, mana buni ham ko'raylik nima ekan. Bu ham mana mol go'shtidan tayyorlanadigan ovqatlar uchun ishlatiladi. Tayyor. Bu narxi $699 ekan. Mana bunisi esa xuddi boygini o'zi, lekin biror boshqacharoq. Organik ekan bularning hammasi. Bunimiz qizil paprika. Paprikani bilamiz, ko'pincha shashlik, go'sht mahsulotlari qilganimizda solamiz. Mana paprikasi tayyor. Ovqatlarni qizartirish uchun ishlatiladi. Va mana bunisi juda ham 699 ekan. Bu bilasizlarmi, tayyor. Bu ham buni mana ichida qora sedana, oq sedana, qovurilgan sedana, chesnok, sarimsoq, ya'ni tuz, hamma narsa tayyor. Bagel uchun ishlatiladi. Xohlasangiz tuxumni qaynatib, shu tuxum qaynagan tuxum bilan ham iste'mol qilsangiz juda mazali. Mana bunisi esa achchiq qizil qalampir. Hozir men yaqinroq olib ko'rsataman buni. Mana maydalanib, quritilib, sepilgan qilingan juda ham achchiq qalampir va buni narxi juda ham arzon. Mana 399 ekan. 749 bu qora murch. Qora murch mana, ya'ni ruschada garushka deb aytiladi, lekin qora murch tayyor. Mana bu sho'rvalarga, qaynatma sho'rvalarga ishlatsa bo'ladi. Mana bunisi esa 659, bunisi maydalangan qora murch. Yaqindan olib ko'ramiz mana. Tayyor, lekin hidi juda ham hidli. Olsangiz mastavalarda moshxo'rdalarga solsangiz shunaqa mazali chiqadi. Bu 1089 ekan. Hozir men sizlarga shu murchni ham bitta ko'rsatay. Mana qaranglar. Bu mana shu boyga aytganimizdek garushkali murch, lekin buni bittasi mana shunaqa maydalasangiz bo'ladi, bittasi tayyor. Bunisi tamom bo'lgandan keyin buni qopqog'ini mana shu qopqog'ini mana shu yerga qo'yib, mana shu qopqog'ini bu yoqqa qo'yib ishlatsa bo'ladi. Maydalagichi o'zida tayyor. Bu tuz 699. Bu Gimalay tuzi hisoblanadi, ya'ni pushti rangda bo'ladi bu. Hozirgi murch kabi ko'rdik. Mana shunaqa qopqoqlik. Yaqindan ko'ramiz mana. Qaranglar, kristallarni juda ham chiroyli va foydali. Bu oddiy boygi tuzlarga nisbatan bu foydaliroq. Mana bunisi esa to'g'ri o'zimizni yaqindan olamiz. O'zimizni mana bu ham biroz yirik. Mana yaqin olib kelaman. Bu ham mana maydalagichi bor, tayyor tuz bu ham. Mana bu 659 dan Gimalay tuzi deb aytiladi buni ham. Lekin juda kam katta idishda ekan. Kelinglar, xarajat buni shu yerdan ko'ramiz mana. 227 gram, ya'ni 2 kiloyu 270 gram ekan. Mana bunisi esa 849 dan. Bu bilasizlarmi nima? Mana maydalangan sarimsoq, juda ham mayda. Hidi o'tkir. Ya'ni marinovkalar qilganda ishlatsangiz bo'ladi. Mana bunisi esa piyoz. 499. Na, to'g'ri eshitdinglar, piyoz. Ya'ni
bizda o'rgatilmagan, lekin mana qarang, piyozni ham maydalab, har xil nimada mana piyoz, sabzi, sarimsoq qo'shib qilingan bu sho'rvalarga tayyor ishlatsa bo'ladigan organik ekan. Yo'q, qaranglar, no salt debdi, ya'ni tuz qo'shilmagan ekan. Tuz qo'shilmasdan qilgan tayyor sho'rvalar uchun qo'shsa bo'ladigan nima? Hozir qani bu nima ekan? Bu turmerik. Turmerikni ko'pchilik biladi, 429. Turmerikni ham mana hozir yaqinroq olib kelaman. Mana foydasi juda ham ko'p. Buni tovuq ovqatlari qilganda, marinovkalarda sosanglar, chechevitsa sho'rvalar qilinadi. Shu chechevitsa sho'rvada sosa bo'ladi. Umuman olganda choyga ozgina solib o'zingiz ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Foydasi juda ham ko'p. 459 dan bu o'zimizni petrushka kashnichlar quritilgan. Tayyor mana quritilgan, toza. Mana bunisi esa lavr yaprog'i. Bilasizlar, lavr yaprog'i buni sho'rvalarga juda zo'r. Marinovkalarda yaxshi. Keyin bilasizlarmi? Buni choy qilib ichsangiz bo'ladi. Ba'zan hozirgi kunda endi uyda suvaraklar bor, tarakallar deymiz. Shu burchak yo'qolsa, tarakallarni ham yo'qotish xususiyati bor deb aytishdi. Bu esa 399. Qani ko'ramiz nima ekan? Yaqindan olib ko'ramiz. Mana bu hozir ko'ramiz. Mana o'tni rasmi tayyor, ko'rdinglarmi? Menimcha kashnichga o'xshaydi. Tayyor. Petrushkaga ham o'xshar ekan. 559. Nima deb o'ylaysizlar? Mana 559 dan yaqin olib kelaman mana. Kunjut. Oq kunjut, non, somsalarni ustiga sepib ishlatish uchun. Lekin mana buni biz ko'pincha olamiz. Bu 989 turadi. Mana buni ichida Herbalife, ya'ni har xil mana shu tog'ni rasmini ham solib qo'yibdi. Juda ham organik mahsulot. Mazasi ham juda ham zo'r. Marinovkalarga, sho'rvalarga solganingizda juda mazali narsa. Tayyor bu ham. Quritilgan. Va mana bu zira. Ha, to'g'ri zira. Mana tayyor maydalangan, juda ham maydalagan, maydalab tashalgan. Ya'ni bir xil oshda zira chiqqanda, somsada zira chiqib qolsa yoqtirishmaydi. Mana shu maqsadda qilingan juda ham mayda zira 579. Mana 1479 dan mana shu mahsulot nima deb o'ylaysizlar? Bu oq murch ekan. Oq murch, mana oq murch shunaqasi ham bo'lar ekan. Mana men endi ko'rishim, lekin ishlatib ko'rmaganman. Bu esa organik. Yaqinroq boramiz bunga ham. Mana bu sarimsoq va sarimsoqni maydalangani, lekin tuz bilanmikin. Mana sarimsoqni maydalangani ekan, $10. Bunimizni ham ko'raylik. 599 ekan narxi, tepadan ko'rsatdim. Va bu piyozni qarang. Ko'rindimi sizlarga? Quritilgan piyozni. Ajoyib. 639 dan qo'limga oldim mana. Tarkibini ko'rsatyapman sizlarga. Va mana shunaqa narsa. Aytayapman-ku, biz bugun mana shu 969, ya'ni ovqatlarimizga solib ishlatiladigan ziravorlar bo'limiga kirdik. Mana bu ham tayyor tovuqning rasmi solib qo'yibdi. Tovuqga ishlatiladigan tuz tayyor bu ham. Va mana endi biz menimcha mana shu 1199 ekan buni narxi. Qaranglar. Bu ham organik. Mana buni ham qarang, piyoz, pomidor, sabzi, barcha mana hatto sabzilar ham ko'rinyapti, ko'rdinglarmi? Mana shunaqa ziravor ekan, tayyor. Bunimiz menimcha biz hozir men qarang 999 ekan. Bunimiz ikkita butulkada ekan. Bu juda ham achchig'i mana yarim dorini ham solib qo'yibdi rasmini. Lekin apelsin nimalar bilan qo'shilgan ekan. Mana tayyor. Limonlar ham qo'shilgan ekan, ya'ni limonning mazasini ham
kirgizilgan ekan bu mahsulotlarga. Va mana bu yerda bu shisha butokamizda achchig'i suyug'i. Mana qaranglar. Sarimsoq, qizil qalampir. Mana bu yerda sousda endi bu. Limonniki va mana bu yerda o'tlardan qilingan 13.97 bu suyuq holidagi qo'shiladigan shu ziravorimiz. Mana bu juda ham 699 dan sarimsoq. Bu hozir yaqinroq. Bu bilasizlarmi, quritilgan emas, suyuq holida. Mana faqat sarimsoqni o'zi, lekin shunaqa o'tkir, kichkina qoshiqda olsangiz ham marinovkaga zo'r bu. Bu mana koritsa deymiz, cinnamon deb aytiladi. Pishiriqlarga solsangiz bo'ladi, choy damlaganingizda ishlatishingiz mumkin. 669 ekan. Va mana bu yerda shuni juda ham maydalangani, organik koritsani maydalangani foydasini bilasizlar juda ham. Shu yerda yana sizlarga mana 11.49 shu zgushchённый молоко deymiz-ku. Shuni ham ko'rsatib ketdik. 6 ta ekan. Tayyor zgushchённый молоко, quyultirilgan sut mahsulotlarga ishlatish mumkin. Va bilasizlar nima, sut mahsulotini quyultirilgani bor. Bu biroz quyuqroq. 3 tadan 4 qator 12 ta ekan. 17.49 bu quyultirilgan sut. 8.89 dan mana bu mahsulotni ko'pchilik biladi. Ayniqsa tovuqda, baliqda ko'p ishlatiladi. Mana kubikka o'xshagan tovuq kubik bor-ku. Shunaqalari ham bor. Mana bu yerda hozir men yana ko'rsataman. Mana shu ham. Bu ham tayyor sho'rva ovqatlarga ishlatiladigan, lekin bu 36 ta ekan. 629 dan. Qaraylik, ko'ramiz. Nima bo'ladi-ku? Tovuqni kubiga deb ko'pchilik ishlatiladi. Mana chekin deb qo'yibdi. Sho'rvalarga tayyor, lekin juda ham katta ekan. Hozir kelinglar hajm ko'ramiz buni. Chunki juda ham katta ekan. Mana 253 lb, lekin kiloda 1 kiloyu 140 gram ekan, kattagina ekan. Bu esa pochkali tuzimiz. Hamma joyga o'xshagan bu yerda ham pochkali tuz bor. Va 1 kiloyu 810 gram, kiloda og'irgina. 859 dan mana shunaqa ikkita idishda. Hozir rasmini ham ko'rsataman. Mana bu qarang, mana. Krevetkalar uchun, tovuqlar uchun suxari deymizmi? Tayyor qilingan suxari spetsiyalari bilan. 599 dan kelinglar. Voy, og'irgina ekan, mana shuni olib ko'rsataman. Bu mana limon suvi, tayyor limon suvi. Va shu o'rinda mana shu nimalarni tagida, biz ko'rgan ziravorlarning tagida un mahsulotlari bor ekan. Shuni ham bir ko'rsatib ketaman. 999 mana unimiz. Mana unni 544 kiloda, ya'ni 5 kiloyu 440 gram un. $10. Bu unimiz. Mana bu esa bodom uni 13.99. Bu mana almond deb qo'yibdi. Bodom uni. Mana bu esa soda, ya'ni kir yuvish, idish tovoq yuvish ishlatilgan soda ekan, juda ham katta. Va buni hozir aytamiz, hajmini ko'raylik. 6 kilo ekan. 939 ekan. 99 bu shakar kukuni. Bilasizlar-ku, saharni pudri deyiladimi? Mana shakar kukuni va buni 3 kiloyu 180 gram shakar kukuni narxi $7. Mana bu 699 jigarrang shakar deymiz. Mana bu, mana rangini ham ko'rsataman va 3 kiloyu 180 gram bu mana jigarrang shakarimiz. Xuddi shunaqa shakar 999, ya'ni $10 jigarrang shakar. Lekin bu organik bo'lgani uchun, organik ekan, biroz qimmatroq va buni hozir ko'raylikchi, qancha ekan kilosi. Mana bu yerda. Va buni kilosi 2 kilo ekan, qimmatroq organik bo'lganiga. 199. Bu ham shakar. Mana bu ham organik shakar, oddiy lekin oq shakar. 1699, ya'ni $17.
qopda. Mana tayyor qopda 11 kilo, 11 340 gram qopli shakarlar. 799. Bu ham shakar. Shakar ko'p ekan. Mana bu ham shakar. Imperial, bu juda ham mayda shakar. 1869 dan mana shunaqa korobkadagi shakarlar mana bu yerda ochilgani bor ekan. Ko'rish uchun kimdir balkim ochgandir. Bu mana shunaqa kichkina pochkalarda. Ko'pincha aeroportlarda yoki oshxonalarda qo'yib qo'yiladi buni. Buni menimcha do'koni borlar, ishxonasi borlar olib ketadi. Buni ham ko'ramiz. Bu mana qaranglar. Shirin bu nima deydi? Sous. Ya'ni shirin sirup. Narxi 899 ekan. Umuman bilinchiklarga har xil shirinliklarni ustiga solib ichish mumkin. Mana juda ham sovuq, Costcodan chiqdik. Yana kelib albatta obzor qilib sizlarga ko'rsataman. Hozir esa ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.